Shu sirni bilib olsangiz, piroglaringiz doim ishgan va og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Idishimizga qatiq suvda razrexlitr solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Grammlarni anig'ini opsiyaga yozib qo'yganman. Tayyor bo'lgan massamizga 2 tuxum, yog' va shakarni solib, shakarlari yaxshi eriguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Unimizni elakdan o'tkazib solib, quyuq massa holiga keltirib olamiz. Qoshiqimiz tikka turadigan darajaga yetganda xamirimiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Ichiga xohishga ko'ra yong'oq yoki mayiz solsangiz ham bo'ladi. Qolipimizni yaxshilab yog'lab olib, massamizni solib, tekis qilib joylashtirib olamiz. Ustilarini ham xohishga ko'ra shokolad yoki yong'oq bilan bezatib olib, 160 gradusda qizib turgan pechda 25 daqiqa davomida pishirib olamiz. Mazali va og'izda eriydigan pirogimiz tayyor. Videoni saqlab oling va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.